Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, Tasfix ilovasi orqali Germaniyada ishlagan ish haqingizga to'lagan soliqlaringizni qaytarib olish videosini, qo'llanmasini chiqaramiz hozir. Xo'p, bizga kerak Google Play Market, Google Play yoki App Store'dan Tasfix ilovasi. Mana shu ilovani yuklab olingandan so'ng buni ochamiz. Menda eski akkaunt bor. Sizlar uchun eski akkauntni o'chirib, boshqa akkaunt orqali registratsiyadan tortib, to o'sha savollariga qay tarzda javob berish va qaysi servis xizmatini tanlashgacha ko'rsataman. Iloji boricha videoni qisqaroq qilishga harakat qilaman. Internet ozgina ishlamayapti. Mana kirdi. Xo'p, bu yerda men yangi foydalanuvchi sifatida kira turganim uchun xuddi sizlar ham hali akkaunt ochmagan bo'lsalar, yangi foydalanuvchi sifatida kirasizlar va I am new here bu yerda bosasizlar. Qaysi yilga soliqni qaytarib olish kerak bo'lsa, shu yilni bosasizlar. Men uchun 2024 kerak deb olamiz va bosamiz. Hop, bu yerda eng tavsiya qilinadigan sign up with email orqali shu osonroq kirasizlar. Buning uchun o'zlaringdagi Gmail pochta manzillaring kerak yoki iPhone ishlatadiganlar iCloud orqali kirsa bo'ladi. Hop, bizda Gmailimizni yozamiz. Hop, Gmailni yozdik, continue qilamiz. Demak, bu yerda men Tasfix ilovasining barcha nimalariga roziman, ya'ni personal data, shaxsiy ma'lumotlarni saqlashga va bu yoqqa o'tamiz. Demak, soliqni qaytarib olishda takliflarni olishni xohlaysanmi deyapti. Ya'ni get email, Gmail orqali yoqib qo'ysalaring bo'ladi. Bu majburiy emas yoki no thanks deb o'tkazib yuborsang bo'ladi. Bizga xabar keldi Tasfixdan, bu yoqqa kirib Gmail manzilimizni tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Mana confirm Gmail. Hop. Bu tasdiqlandi. Endi o'zimizni ilovaga qaytamiz. Demak, bu yerda asosiy jihati file with expert service turibdi va file yourself turibdi. Birinchi file with expert service murakkabroq va qimmatroq xizmat turi hisoblanadi. Aytaylik, siz 1000 euro soliq to'lagan bo'lsangiz, 20% ni ushlab qoladi. Agar 500 euro soliq to'lagan bo'lsangiz ham 20%, ya'ni bu 100 euroga to'g'ri keladi. 1000 euroda bu 200 euroga to'g'ri keladi. Solig'ingiz qancha yuqori va ko'proq to'lagan bo'lsangiz, expert servis shunchalik plus foiz o'zgarmaydi, 20%. Buni savol-javoblari ham juda murakkab, bosqichlari ko'proq. Biz hozir ko'proq asosiysi o'zimiz file yourself tanlaymiz. Buni boshlash tekin. Xo'p, bu yerda aytib o'tilganday 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'limi bor. 8 ta bo'limida har birida ma'lum bir savol-javoblar bo'ladi. Ularga men shunchaki sizlarga ko'rsatish uchun bosib ketaman, o'qib o'tirmay. Bularni siz ikkita telefonda Google Translate orqali tarjima qilishingiz yoki ingliz tilini bilsangiz, ingliz tilida tarjima qilib savollariga to'g'ri javob berib ketish kerak bo'ladi. Bu yerda Merit uylanganmisan deyapti. Yo'q. Qisqa noto'g'ri ichida noto'g'ri javob berib qo'ysam, noto'g'ri o'ylamaysizlar. Yo'q. Bu yerda sizlarga misol uchun men bu bosqichlardan o'tib o'tganman. Hop. Which of these applied your Germany? Hop. Qaysi turda ishlagansan deyapti. Shaxsiy. No. Boshqa
Bu yerdagilardan qaysi biridan oylik olgansan? Hech qaysidan oylik qo'shimcha daromad olmaganman. O'qib chiqsalaring savollari murakkab emas, oddiy savollar. Would you like information later? Savollarni qisqa qilamiz. Ingliz tili darajam ham juda zo'r emas. Yes, ko'chib o'tganman. Ya'ni biz Germaniya rezidenti emasmiz. Shu sababli Germaniyada 3 oylik yoki 2 oylik ma'lum bir ishdan keyin qaytib ketganmiz. Endi bu yerda o'sha narsalarni ham aniqlashtirib ketadi. What is new? Qanaqa sabab bilan qo'yishding deyapti. Personal reasons. Okay, personal data tugadi. Birinchi bo'limda javoblari, ya'ni savollarga javoblar tugadi. Endi ikkinchi bo'limga sirazi o'tib ketadi bu. Xo'p, tasvirlab ber deyapti. Qanday ish edi deyapti seni ishing. Demak, demak, ishlagan kompaniyang nomi. Bu yerga xohlagan kompaniyalaringni kiritib ketasizlar. O'zlaring xohlagan deyman, uzr. Ishlagan kompaniyalaring nomini to'liq kiritasizlar. Endi bu yerda men ko'rsatmadim, shunchaki yozib kirib ketdim. Shunchaki bosib ketyapman, taxminiy video uzayib ketadi bo'lmasam. Xo'p, bu yerda tarjima qilinadi. O'zimizda Google Translate bor. Yillik ish haqi varaqasi ma'lumotlar qanday kirish xohlaysiz deyapti. Oxirida mana shu ikkinchi job personal savol javoblarida sizga ish beruvchingiz ish haqini olganingiz haqidagi, ish haqi ma'lumotlari haqidagi dokument, hujjat jo'natadi. Agar O'zbekistonga qaytib ketgan bo'lsangiz, uni email orqali jo'natgan bo'lishi kerak. Bo'lmasam, ish oyligingizni o'sha to'liq olib bo'lganingizdan keyin qo'lingizga pochta orqali yuborgan bo'lish kerak. Asosiy tasvekisdan foydalanish va Germaniyada ishlagan to'langan soliqlarni qaytarib olish uchun asosiy sizda kerak bo'ladigan narsa mana shu ikkita narsa. Oylik to'langan maoshlar haqidagi hujjat. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa soliq shtur ID, ya'ni soliq raqamingiz. Ya'ni Germaniyada mana shu ID orqali siz qancha soliq to'laganingiz chiqib keladi. Shu ikkita narsa bo'lmasa, siz soliqingizni qaytarib olishingiz ilojsiz. Demak, bu yerda qaysi orqali, ya'ni sizda qo'lingizda hujjat bo'lsa, kamera orqali yoki PDF variant bo'lsa PDF orqali qancha ishlaganingizni qo'lda agar eslay olsangiz va soliq shtur ID raqamingiz bo'lsagina enter, ya'ni manually qo'lda kiritishingiz mumkin. Xo'p, men bu bosqichni tashlab ketaman. Demak, keyingi bosqichlarni o'tkazib yuborishga harakat qilaman. Oxirida ko'rishamiz. Aytib o'tish esdan chiqibdi. Mana bu yerda qo'lda kiritadigan bo'lsangiz, ya'ni qo'lingizda sizda hujjat yo'q, lekin shtur ID bo'ladigan bo'lsa, mana choose metod tanlab qo'lda kiritadigan bo'lsangiz,
enter manualni bosasiz. Buni ham o'rgatib ketay. Bu o'zim bir marta sinab ko'rdim. Select tax class, ya'ni soliq klassingiz doimiy biz birinchi klassda bo'lamiz. Uylanmagan, bo'ydoq va vaqtinchalik ishlaydi uchun. Qachondan ishlagansan, ya'ni aytaylik taxminan 07dan qachongacha 06 yo'q 02 09, ya'ni 90 kundan ortib ketmasligi kerak siz work and travelchi bo'lsangiz. Общий mana qancha brutto olgansan, общий bitta qilib yozsangiz bo'ladi. Masalan 4500 ketdi. Xo'p, bu yog'i endi o'sha yana savol javoblar. Hozir job bosqich tugaydi. Savollarni o'qib, ularni tarjima qilib to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Asosiy vaqt talab qiladigani shu. Hammasiga men no bosib tushyapman, o'qib o'tirganim yo'q. Vaqt juda ko'p cho'zilib ketdi. Ana taxminan 15 tadan oshib ketdi savol javoblar. Inglodu Purpose Costaver. To'g'ri tarjima qilaylik buni. Hop, agar ularning narxi bilan ortiq bo'lsa va to'g'richa bo'lmagan bu yerda ish buyumlari uchun siz 110 yevrodan ortiqroq pul sarflaganmisiz? Men sarflamaganman. Ya'ni ish anjomlari uchun. Kiyim-kechak, oyoq kiyim bo'lishi mumkin bu. Juda sabr talab qiladi bu tasvirdan foydalanish. Ayniqsa ekspertdan foydalanib qo'ysalaring umuman boshni achitvoradi. Hop, videoda iloji boricha 15 minutli qilishga harakat qilaman. Mana job bosqichi complaint, ya'ni 7 ta kategoriyadan 2 tasi to'ldirildi. Endi incoming oylik haqidagi xullas savol javoblar bo'ladi. Bularni men videoda tashlab ketaman, lekin sizlar o'sha 7 ta bosqichda hammasiga savollariga to'g'ri javob berib chiqishlaring kerak. Bu yerni videoga olmasam bo'lmaydi. Personal data bosqichiga keldim, 5-bosqich. Kerakli o'sha pasportlaringdagidek, chet el pasportidagidek ism, familiya, tug'ilgan kun, sanalarni hammasini kiritishlaring kerak. Davomini keyin oxirida ko'rsataman. Mana tax ID qismiga keldi. Sizda identification tax number qanaqa deyapti? O'shani 10 bittali raqam bo'ladi, adashmasam. O'sha raqamni kiritamiz. Taxminan kiritib ketaman. 10 bittalidan. Ya'ni bu kod xato deyapti. Demak, siz shtur ID deyiladi. Shtur ID raqamingiz birorta raqamini xato kiritsangiz ham xuddi shunaqa holat yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri kiritishni maslahat beraman. Xo'p, do'stlar, bu yerda bitta narsani ko'rsatib ketishim kerak. Personal data bosqichidaman hali ham. IBAN type deyapti. Sizda solig'ingiz qaysi nimaga qaytarilishi kerak? Ya'ni
Germaniyada bank kartangiz bormi yoki yo'qmi? Shuni ikkalasidan bittasini tanlaysiz. Agar bo'lsa shu German akkaunt, bo'lmasa O'zbekistondagi hisob raqam 27 talik xonali hisob raqam bo'ladi. O'sha narsani tanlash kerak bo'ladi. U narsa murakkab bo'ladi. Eng oson yo'li bitta Germaniyada tanish topasiz. O'rtog'ingiz, do'stingiz kartasi bor bo'lishi kerak. O'shanikini kirsa ham bo'ladi. German akkaunti bor deysiz. Shu bilan muammo hal. German akkaunti endi o'sha do'stingizni nimalari kiritish kerak. Aybani. Men hozir o'zimniki borligi uchun o'zimnikini kiritib ketaman. Xo'p, demak, personal data ham to'ldi. Demak, 7 tadan ko'ra 5 ta bilan 7 ta edi boshida. Hozir ma'lum bir savollarga javob tashlab ketganimiz uchun 5 tadan 5 ta qoldi. Demak, bizning nimamiz, arizamiz уже topshirildi. Demak, prepare for submission bosamiz. Bu yerda oldindan to'lov qilish va keyinroq, ya'ni ba'zi to'lov qilish bor. Mana agarda keyin 50 euroni tanlasangiz, solig'ingiz qaytarib olinganda shu holatda keyin 50 euro ushlab qoladi. Agarda hozir nima qiladigan bo'lsangiz 10 euro arzonroq bo'ladi. Xo'p, men link qoldiraman. Ana shu ondan ham oldin link qoldirgandim kanalimda. Agar ana shu link orqali kiradigan bo'lsangiz, shu 40 eurolik narsa 20 euroga, 50 eurolik narsa esa 25 euroga aylanadi. Shu orqali ikki hissa kamroq tanlashingiz mumkin. Bu Tasvix Plus'da birinchi obunani afzalligi 1 yil davomiga obuna bo'ladi. Yil oxirigacha necha marta soliq uchun hujjat topshirsangiz qabul qilinaveradi. Ya'ni bir marta 40 euro to'laysiz, 4 marta, 5 marta. Bu degani 4 ta 5 ta odam birga bo'lib, uni 10 eurodan 4 kishi tashab, o'sha narsani 50 obunani sotib olish mumkin yoki 10 kishi sotib olish mumkin 4 eurodan tashab. Xullas, o'zlaringning nimalariga bog'liq. Bu yerda pay later deyapti, keyinroq to'lashni bosaman. Bu yerda pay later keyinroq to'laganim hisobiga yana 10 euro qo'shib beriladi. 49 eurolik, 50 eurolik narsa bu soliqdan ham qaytarib olinadi, ham o'sha hozirgi to'ldirgan hujjatlarimgagina amal qiladi. Ya'ni 2024-yilda o'ziga bir martalik soliq qaytarib olish kerak bo'lsa, mana shu bir marta arizam uchun 50 euro ushlab qoladi. Hamsa keyinroq to'lov pay later ham bor. Shuni qo'llasalaring 59 euroga aylanib qoladi. Endi confirm payment bosamiz. Confirm payment. Hop, getting everything ready. Hammasi tayyor, tekshiriladi. Bu yerda o'zingizning pasportingiz, hammasi ko'rsatilgan. Verifydan o'tasiz. U yog'i tasdiqlangan holatda ko'rinib, ilovangizda qanday chiqishini o'zim rasmlarni tashlab qo'yaman. Barchaga rahmat. Kamchiliklar, so'zdagi xatolar uchun barchadan uzr so'raymiz. Video uzayib ketdi. Tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol lichkada so'rashlaring mumkin.